Tayyor 2 xonali uy. Xonalarimizda alohida. Shundoq kirib yashaysizlar. Xohlasanglar ijaraga topshirsanglar ham indamay $400 atrofida ketadi. Hamma mebellarimiz, gilamlarimiz bor, faqatgina texnika qo'ysanglar bo'ldi. Lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi. Atrofida Makro deysizlarmi, Havas magazini, bog'cha, maktab, hamma infrastrukturalari bor. Avtobusning konechkada joylashgan. Yunusobod 6-kvartalda joylashgan 2 xonali uy 3-etajda 4 etajli dom. Orientirimiz esa Makro magazini. Xo'p, bu xonamizda zal. Zalimizning razmeri standartniy razmer 3.15 ga 5.20. Bu yoqda mana shkaflarimiz bor, mehki mebellarimiz qo'yilgan. Kvartiramiz 2 xona, 3 xona qilingan. Oshxonamizni balkonga olib chiqib, bu yerda detskiy xona qilib qo'yishgan. Bu xonamizning razmeri 2 metrga 2.20, bu yerda esa balkonimiz plus kuxnyamiz. Razmerimiz 1.5 ga 6 metr. Hamma joyda akforumlarimiz qilingan, remontlarimiz toza, pokiza uy. Eng keraklisi xonalarimizda alohida, spalniya alohida, zalimiz alohida, sanuzellarimiz ham alohida joylashgan. Bu mana podest tarafdan kirilishimiz, bu yerda esa hammomimiz. Xohlasanglar bu yoqqa stiralkalarga joylar tayyor, stiralkani shunda o'rnatsanglar bo'ldi. Bu yerda esa hojatxonamiz joylashgan. Umumiy maydonimiz 50 kvadrat metr. Bu esa spalniy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 270 ga 520 metr. Bu yoqqa ham polsiya spalniy garnituralarimiz qo'yilgan. Remontimiz ham toza. Bunaqa narxga, bunaqa uy desiga ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 50 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.